Ibn Abbosdan Xotib tarix kitobida keltirgan. Kimki ushbu Taloq surasining 2-oyatini qo'rqqan sulton huzurida o'qisa, to'lqin turganda g'arq bo'lishdan qo'rqilganda o'qisa yoki vahshiy hayvon ro'parasidan chiqib qolganda o'qisa, hech qachon zarar qilmaydi. Hokim va Ahmad rivoyatida Abu Zardan rivoyat qilinadi. Agar insonlarning barchasi bu oyatni olsalar ham barchalariga kifoya qilur. Tabaroni Ibn Mas'uddan. Aksar Alloh kitobidagi oyatlar bu oyatni o'zlariga vakil qiladilar. Xullas har qanday xavf va xatarga ro'para kelinsa, bu qisqagina oyatdagi tajalliyotdan foydalaning. Bu Rasulullohdan bizga yetkazilgan sirlardan biridir. Oyat budur. Bismillahirrohmanirrohim. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ma'nosi, kim Allohga taqvo qilsa, uni tanglikdan chiqarur.